Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasətçi İftixar Abdurşid. Mən riyasətçi Zümrəday Erkin. Hammalarning cümə günüge mübarək olsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio bir qonun loyihasi tanishtirib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın fevkalade doklatçısı Alina Dohan'ni xizmat o'rnidan foydalanib, mustabid davlatlarning Amerikaga qarshi maydonini qo'g'daganligi, shundaqla Xitoyning Uyg'urlarni bostirish tashviqotiga moslashganlik uchun vazifasidan bekor qilishni talab qilgan. Davlatlik bahotori 31-iyul e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Belorussiya Davlatlik universitetining professori bo'lgan Alina Dohan 2020-yili BDT'ning favqulodda doklatchisi vazifasiga tayinlangandan keyin mustabid davlatlarni yaqlaydigan maydonni oshkorlagan. Xitoy, Rossiya, Venezuela, Iran va boshqa ittifoqdosh davlatlarga embargo qo'yishni bekor qilishni tashabbus qilgan. Xitoy bilan Rossiya bo'lsa, uning BDT'dagi xizmatini iqtisodiy jihatdan qo'llagan. Alina Dohan yaqinda vatanimizga berib ziyorat qilganda Xitoy Kompartiyasining siyosatlarini to'g'ri deb baholagan. Hatto Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish qatnashgan Xitoy amaldorlarini jazolashni kishilik huquq xiloflik qilish deb qaragan. Bu qilmishlar Kengash Palata a'zosi Marko Rubioning kuchli diqqatini qo'zg'agan. U Amerika prezidenti Jo Baydenga xat yozib, bu harakatlar Xitoy Kompartiyasi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mustabid hukumatlari Amerikaga qarshi tuzgan qo'g'dinish plani va tashviqotiga moslashganlik degan. Xabarda ko'rsatilishicha, Alina Dohanning BDT'dagi xizmati bir tarafli majburlash tadbirlarining kishilik huquq ko'rsatgan salbiy ta'siriga munosabatli xizmat ekan. Bu tadbir bir davlat boshqa bir davlatning siyosatini o'zgartirish uchun qo'llanilgan iqtisodiy jazo tadbiri bo'lib, Xitoy bilan Rossiyadek mustabid davlatlar xalqaro jazo chekilmasidan qutulish uchun bu tadbirga buzg'unchilik qilmoqda ekan. Jo Bayden hukumatining bildirishicha, Amerika BDT'ga bundoq favqulodda doklatchi tayinlashga qarshi bo'lib, Marko Rubio tunishtirgan qonun loyihasi Amerikaning BDT'ga beradigan yordamini qisqartirishda rol o'ynaydi ekan. Agar bu amalga oshib qolsa, BDT favqulodda doklatchi ishxonasining taqilish ehtimoli bo'ldi ekan. Haftalik xabarlar to'rining 1-avgust bergan xabariga qaraganda, Amerika Xitoyning sharqiy va janubiy dengiz rayonlarida kuchaytirayotgan harbiy harakatiga taqobil turish uchun yadrolik suvosti kemasini Xitoyga yaqin joyga yo'tkazishni qaror qilgan. Amerika 2024-yili 10-oyning 1-kunidan boshlab o'zining yadro bombalik suvosti kemasini Havay oroli portidan Guam portiga yo'tkazishni planlagan. Guam oroli shimolda Yaponiya bilan janubda Yangi Gvineya orasiga joylashgan taqim orollardan biri bo'lib, bu yerga yadrolik suvosti kemasini o'rinlashtirish Amerikaning ittifoqdoshlari bo'lgan Yaponiya, Tayvan va Filippinni Xitoyning tahdidlaridan qo'g'dashda muhim rol o'ynaydi ekan. Amerikaning harbiy amaldori mundaq degan: Xitoy hozir 2-dunyo urushidan buyon eng chong harbiy hozirlik holatiga kirgan davlatga aylandi. Ularning qismlari Guam oroli atrofida harakat qilmoqda. Yaqinqi harakati oldingi qatimqidan eshib ketdi. Oldinqayda ularning 4 kema atirti va Rossiya bilan hamkorlashgan bombardimonchi aeroplanlari Alyaskaga yaqin Bering dengiziga ulashdi. Xabarda aytilishicha, Amerika dengiz armiyasi ig'irligi 7800 tonna, uzunligi 377 inglizchasi, taxminan 115 metr keladigan bu yadrolik suvosti kemasini asrab tuzab bo'lgandan keyin 6-oydan boshlab dengizda sinov qilib mangdirdi ekan. Bu kemaning jang qilish iqtidori favqulodda yuqori bo'lib, dengiz bo'yida harakat qilish, suv osti va suv usti zarbini to'sish, dushmanga zarba berish, uchur yetkazish, nazorat qilish va chorlash vazifalarini o'tayalaydi ekan. Bloomberg xabarlar to'rining xabar qilishicha, Xitoy zavodlarining ishlab chiqarish miqdori 3 oydan buyon davomli tuvalligan. Xitoy davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotdan qaraganda, Xitoy zavodlarining ishlab chiqarish ko'rsatkichi bu yil 7-oydami o'xshash tuvan chiqqan. Bu Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotining tez suratda o'sishini saqlab qolish umidini yo'qqa chiqargan. Xabardan qaraganda, Xitoyning qurilish va mulozimat turidagi kasblardan boshqa kasblarning ko'rsatkichi 50,2 ga tushib qolgan bo'lib, o'rtacha mo'lchar bo'lgan 50,3 dan tuvan ekan. Xabarda aytilishicha, iqtisodshunoslar buningga ishlab chiqarish ko'rsatkichining tuvanlishi Xitoy iqtisodining o'sish sur'atining ostlayotganligini ko'rsatadi. Xitoyda hozir davlat ichi iste'moli ojiz bo'lib qolmay, eksportmo o'xshashli tashqi bozor qiyinchiligiga duch kelmoqda deb baho bergan. Ular yana Xitoyning 7-oydagi tuvan ishlab chiqarish ko'rsatkichi 3-fasl uchun yaxshi boshlanish hisoblanmaydi. Bu balkim davlat yillik ishlab chiqarish qiymatining o'shishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
bu kishini andishiga soldigan ahvol deb ko'rsatgan. Bu yil Xitoy iqtisodida davolg'ish og'ir bo'lgan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi oldingi hafta o'tkazgan 20 navbatlik 3-chi umum yig'inida Xitoy iqtisodini qayta jonlantiradiganligini va'da qilgan edi. Biroq bu xabarda deyilishicha, u va'dalarning qanchalik ishga yaraydiganligi gumonliq bo'lib, iqtisodshunoslar Xitoy iqtisodini o'ngshashda texim konkret siyosatlar kerak deb qaraydi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qatımlıq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş. Thank you.